Bilasizmi? Janubiy Koreya kinosining eng yirik yulduzlaridan biri boyligiga qaramay hayotini juda oddiy tarzda olib boradi. Lee Jong-jae, kalmarning o'yini yulduzi, million dollarlik hashamatli uylarga, xususiy samolyotlarga yoki dabdabali avtomobillarga ega emas. U oddiy kiyimlar kiyadi, eski mashinada yuradi va kamtarona xonadonda yashaydi. Biroq undagi katta pul nimalarga sarflanadi? Lee Jong-jae katta summalarni xayriya uchun saxiylik ila sarflaydi. Misol uchun 100 million won Koreyadagi o'rmon yong'inlari qurbonlarini qo'llab-quvvatlash uchun, yana shuncha kam ta'minlangan oilalarga yordam sifatida 200 million won hayotini ko'ngilochar dunyoga bag'ishlagan yosh aktyorlarni qo'llab-quvvatlash uchun sarflangan. Nega Lee boshqa yulduzlardan farq qiladi? Gap uning og'ir o'tgan bolaligida. Oilasi onasining xatoli sarmoyasi tufayli hamma narsadan ayrilgan. Lee qashshoqlikda ulg'aygan, yirtiq poyabzal kiygan va sinfdoshlariga sovg'alar bera olmagani uchun kamsitilgan. Ukasiga yordam berish uchun u universitetni hatto tashlab, oilasini boqish uchun ishlay boshlagan. Biroq barcha qiyinchiliklarga qaramay, Lee Jong-jae hech qachon taslim bo'lmagan. Kanalimizga obuna bo'ling va ilhomlantiruvchi va foydali videolarni birinchilardan bo'lib kuzatib boring. Ushbu videoni salgina qiyinchilikka noliydigan yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Hali hammasi oldinda. Endi 30 ga kirgan bo'lsangiz, 40 ta bo'lsangiz, demak unda hammasi ortda qoldi. Siqilmang.